Biram chiroyli chiqibdi ko'rinishlar. Bugun siz bilan juda mazali va mayin bo'lib chiqadigan kish pirogini tayyorlaymiz. Qani ketdik. Sirlari cho'zilib chiqadi. Kish pirogiga birinchi o'rinda xamir tayyorlab olamiz. 200 gram unga choy qoshiqda razrihli zilt solamiz. 100 gramda shidrelita solib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Tabga ko'ra tuz solib, bitta tuxum chaqvoramiz. Massani yaxshilab aralashtirib, muzdek suvimizdan 2 qoshiq sovoramiz. Xamir shu holatda bo'lishi kerak. Muzlatgichga yarim soatga olib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlab olamiz. Piyoz va tovuq go'shtimizni qovurib olamiz. Quruq tovada qo'ziqorinni ham qovurib olamiz. Muzlatgichdan xamirni olib, qolipimiz chetlariga chiqarib, xamirni yoyib olamiz. Qovurib olgan tovuq go'shti va qo'ziqorinni solib, bir idishga 3 ta tuxum, 200 gramda qaymoq, tabga ko'ra tuz, murch, ozgina pishloq solib, vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Pirogimiz ustidan qo'yamiz. Oxirida qirg'ichdan chiqarilgan pishlog'imizni sepib, qo'ziqorin bilan bezatib olamiz. 180 darajada 35 daqiqada pishirib olamiz. Kesib ko'rsataman hozir. Ko'rinishlari ishtaha ochar bo'lib chiqqan. Sirlari cho'zilib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Bismillah.